Keyingi o'qib beradigan hadis Jami Sohibdan Anas roziyallohu anhudan. Juda bir ajib hadis kishini o'ylantiradi. Xususan ayol kishini o'ylantirishligi kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Avvalaman yumsiku bi halaqil jannati ana." Jannatni halqasini, jannatni eshigini halqasini birinchi bo'lib men ushlayman deyapti payg'ambarimiz. Shunda bir ayol kelib tortishib, jannatga mendan avval kiraman deb turib oladi. Men Jibril kim bu deyman. Jibril aytadi: "Bu eri o'lib, farzandlari bilan qolgan va mana shu farzandlarini deb turmush qurishni tark qilgan ayol." Eri o'lgandan keyin erga tegishligi shart ayol kishini. Ammo erga tegsam, bolalarimning haqqini rioya qila olmay qolaman, erimning xizmatini qilaman desam, agar bolalarimni tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanaman desam, erimning xizmatida tura olmay qolaman, ikkala holatda men gunohkor bo'laman degan g'amni qilgan ayol. Bolalarini tarbiyasi bilan shug'ullanib, erga tegmasdan o'tib ketgan ayol jannatga kirishlikda payg'ambarimiz bilan men birinchi kiraman deb tolashyapti.